Akfa Group haqida 100 ta fakt. Akfa Group bugun nafaqat mamlakatimiz doirasida, balki jahon miqyosida rivojlanib borayotgan kompaniyadir. Kompaniyaga tadbirkor Jahongir Obidovich Ortiqxo'jayev tomonidan asos solingan. O'z faoliyatini alyuminiy profillarni ishlab chiqarishdan boshlagan kompaniya bugun ishlab chiqarishdan tashqari qurilish, ta'lim, tibbiyot va boshqa sohalarga ixtisoslashgan istiqboli yuqori o'nlab korxona va tashkilotlarni birlashtirgan. Toshkentdagi alyuminiy profillarni ishlab chiqarish korxonasi 2006-yilda tashkil etilgan. Korxonaga Xitoy, Koreya, Italiya, Turkiya va Shveysariyaning eng zamonaviy ishlab chiqarish liniyalari o'rnatilgan. Korxonada 700 dan ortiq turdagi mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Jumladan alyuminiy profillari uchun qoliplar, laminatsiya plyonkalari, vakuum plyonkalari va hokazo. Eshik va derazalar uchun aksessuarlar ishlab chiqarish korxonasi ham 2006-yilda ish boshlagan. Korxonaga Turkiya, Xitoy, Tayvan, Buyuk Britaniya va Germaniya davlatlarining zamonaviy ishlab chiqarish uskunalari olib kelingan. Korxonada 320 turdan ortiq mahsulotlar ishlab chiqariladi. PVX profil tizimlarining keng assortimentini ishlab chiqaruvchi Akfa Plast korxonasi 2007-yilda ish boshlagan. 2019-yil 25-maydan Navoiy viloyatida yangilangan liniyalar bilan o'z faoliyatini davom ettirgan. Akfa Plast korxonasida Germaniya, Avstriya va Turkiyadan olib kelingan 50 ta ekstruziya liniyalari o'rnatilgan bo'lib, bunday hajm yurtimizda shu yo'nalishda ishlayotgan boshqa ishlab chiqaruvchilarda yo'q. Korxonada 12 seriyada PVX profillari hamda 30 dan ortiq turdagi laminatlangan profillar ishlab chiqariladi. Korxonaning yillik ishlab chiqarish quvvati 70 ming tonnaga yetadi. Bu esa ichki bozor va eksport uchun barqaror mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Ishlab chiqarish ko'rsatkichi yiliga 1 metr kvadrat maydonga taxminan 686 kilogramm profilni tashkil etadi. Bu ishlab chiqarish infratuzilmasining yuqori zichligini ko'rsatadi. Korxonada xomashyodan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan sifat nazoratining to'liq siklini ta'minlovchi xususiy laboratoriya faoliyat yuritadi. Akfa Plast mahsulotlari rasmiy sertifikatlar va tasdiqlar IFT Rosenheim, CE, Green Standard, ISO 9001-2015, milliy muvofiqlik tasdig'i STZ, shuningdek GOST 30673-2013 talablariga to'la muvofiq keladi va bu ishlab chiqarishning ustunligini ko'rsatadi. PVX granula ishlab chiqarish korxonasi 2009-yilda ish boshlagan. Korxona 30 ga yaqin turdagi granulalar ishlab chiqaradi. Kukunli bo'yoqlarni ishlab chiqarish korxonasi 2010-yil 21-iyunda ish boshlagan. Korxonaga Xitoy hamda Germaniya davlatlarining kukunli bo'yoqlar ishlab chiqarish bo'yicha eng zamonaviy liniyalari o'rnatilgan. Korxonada 4 turdagi kukunli bo'yoq ishlab chiqariladi. Polifer asosidagi bo'yoq, polifer epoksid, polifer primit, poliuretan. Har bir turdagi mahsulotning 1000 dan ortiq palitrasi mavjud. Akfa kompaniyalar guruhi tarkibidagi samarali ishlayotgan ishlab chiqarishlardan biri metall kuchaytirgichlarni tayyorlovchi korxonadir. Dastlab 8 xil mahsulot ishlab chiqargan korxonada hozir 35 turdagi mahsulotlar tayyorlanadi. Yillik ishlab chiqarish quvvati esa o'rtacha 60 tonnadan 650 tonnaga yetkazilgan. Hozirda Akfa Group tizimida samarali isitish imkoniyatiga ega an'anaviydan to gibrid radiatorlargacha ishlab chiqariladi. Akfa Building Materials'ning alyuminiy va bimetal isitish radiatorlarini ishlab chiqarish korxonasi avtomobil sanoati xalqaro sifat menejmenti standarti IATF 16949-2016 bo'yicha muvofiqlik sertifikatini olgan. Sertifikatlash Germaniyaning menejment tizimlarini sertifikatlash korxonasi Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Management System tomonidan amalga oshirilgan. Kompaniyamizning avtomobil sanoati uchun alyuminiy qotishmalarining ishonchli yetkazib beruvchisi maqomini mustahkamlaydi va mahsulot eksport qilish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Akfa kompaniyalar guruhi tarkibida rezina zichilagichlar korxonasi 2006-yilda ish boshlagan bo'lib, zamon talablari va sohadagi yangi tendensiyalar asosida o'z faoliyatini takomillashtirib kelmoqda. Rezina zichilagichlar sifatli eshik va romlar tayyorlashning muhim elementlaridan hisoblanadi hamda eshik va romlar shovqinsiz ishlashi, izolyatsiya mustahkam bo'lishi, yumshoq ochilib yopilishi
qilishi uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Akfa Groupning rezina zichlagichlari -40 daraja sovuqdan 120 daraja issiqqa, ultrabinafsha nurlariga bardoshli, ishonchli mahsulotdir. Akfa Group yil sayin faoliyat turlarini kengaytirganligini 2010-yilda ish boshlagan Chef Catering kompaniyasi ham tasdiqlaydi. Chef Catering nafaqat korporativ ovqatlanish xizmatlari bozorida, balki sifat, xavfsizlik va halollik borasida ham peshqadamga aylangan kompaniya hisoblanadi. Buni World Halal Trust va FSSC 22 000 sertifikatlari tasdiqlaydi. Chef Catering bugungi kunda 1000 dan ortiq tashkilot bilan faol hamkorlik qiladi. Kompaniya o'z xizmatlarini 300 dan ortiq manzilda, zavodlar, fabrikalar, maktablar, bog'chalar va ofislarda ko'rsatmoqda. Chef Catering jamoasi kunlik ravishda 100 000 dan ortiq porsiya ovqat tayyorlaydi. Alyuminiy kompozit panellarini ishlab chiqarish korxonasi 2014-yil 10-martda tashkil etilgan. Ishlab chiqarish uchun Xitoy va Janubiy Koreya davlatlarining eng zamonaviy liniyalari o'rnatilgan. Hozirda mijozlarga alyuminiy kompozit panellari 4 turda, 40 xildan ortiq ranglarda taqdim etilmoqda. Benkam zavodi 2015-yil 10-yanvarda ish boshlagan. Korxonaga Italiya, Koreya, Germaniya va Turkiyaning zamonaviy ishlab chiqarish liniyalari o'rnatilgan. Korxonada 2000 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Benkamning boshqa shu yo'nalishdagi korxonalardan afzalligi bir maydon ichida ishlab chiqarishning to'liq yopiq sikli yo'lga qo'yilganligidir. Alyuminiyni eritishdan tortib, tayyor, qadoqlangan va tayyor profilni ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayon shu yerning o'zida amalga oshiriladi. 8 ta texnologik bo'linmaning barchasi yagona maydonda jamlangani texlar aro logistikani istisno etadi va buyurtmani bajarishning qisqa muddatini ta'minlaydi. Benkam zavodining quvvati yiliga 80 000 tonnagacha tayyor mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi. Korxona laboratoriyasi ISO IAC 17025 bo'yicha akkreditatsiyadan o'tgan, mahsulotlar Yevropa standartlariga, Amerika standartlariga va dopusk standartlariga muvofiq ishlab chiqariladi. Benkam mahsulotlari Germaniya, Polsha va Fransiya, AQSh va Kanadaga, MDH mamlakatlariga, Avstriya va Birlashgan Arab Amirliklariga muvaffaqiyatli eksport qilinmoqda. Imzo fabrikasi 2016-yil 16-aprelda ish boshlagan. Imzo Markaziy Osiyodagi eng yirik va yuqori texnologik rom fabrikasidir. Fabrikaga Italiya, Germaniya, Avstriya, Finlandiya, Polsha, Isroil va Turkiya davlatlarining eshik rom ishlab chiqarish va oynalarga sayqal berish bo'yicha eng zamonaviy liniyalar o'rnatilgan. Fabrikada 15 ta robotlashtirilgan liniyalar mavjud va ularda hozirda 27 xil mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Imzo fabrikasining umumiy maydoni 160 000 kvadrat metrni tashkil etadi. Shundan 70 000 kvadrat metr ishlab chiqarish sexlariga tegishli. Bu esa 10 ta futbol maydoniga tengdir. Bu yerda 1000 ga yaqin malakali mutaxassis ishlaydi. Yillik ishlab chiqarish hajmi 1 million kvadrat metrni tashkil etadi. Imzo va Germaniyaning Rehau kompaniyalari o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolanib, fabrikada Rehau brendi mahsulotlarini ham tayyorlash yo'lga qo'yildi. 2026-yilning may holatiga ko'ra Imzo fabrikasining Nukus, Andijon, Samarqand, Namangan, Buxoro, Termiz, Farg'ona va Xorazm shaharlarida 8 ta franshiza fabrikasi ochilgan. O'zbekiston bo'ylab Imzo brendini 100 dan ortiq showroomlari, dilerlik markazlari va filiallari ish yuritmoqda. Fabrika qoshida Imzo akademiyasi ham ishga tushirilgan bo'lib, unda o'lchovchi, o'rnatuvchi va showroom xodimlari uchun bepul o'quv kurslari o'tkazilmoqda. Kursni muvaffaqiyatli tugatgan va imtihonlardan o'tganlarga maxsus guvohnoma beriladi. Kompaniyamizning Volter Engineering brendining taniqliligi va amalga oshirayotgan loyihalari ham e'tiborli. 2018-yilda yo'lga qo'yilgan bu brend 1500 dan ortiq mutaxassisni birlashtirgan va Markaziy Osiyo mintaqasida murakkab arxitektura loyihalarini amalga oshiradi. Volter Engineering hozirgacha 40 dan ortiq yirik obyektlarda o'z ishini muvaffaqiyatli yakunladi. Ular orasida Hilton Tashkent City, Nest One, Pyramid, Tashkent Pharma Park va boshqa muhtasham inshootlar bor. Volter Engineering tomonidan o'rnatilgan fasad elementlarining umumiy maydoni 105 000 kvadrat metrdan ziyod. Fasad tizimlarining umumiy maydoni esa 150 000 kvadrat metrdan oshadi. Volter Engineering shu vaqtgacha obyektlarga 30 000 kvadrat metrdan ortiq deraza eshik tizimlarini o'rnatdi. Persendvich panellarni ishlab chiqarish korxonasi 2022-yil 1-aprelda ish boshlagan. Korxonaga Italiya va Koreya davlat
mahsulotlarining zamonaviy ishlab chiqarish liniyalari o'rnatilgan. Korxonada 5 turdagi persendvich panellari ishlab chiqariladi. Po'latli panel radiatorlari ishlab chiqarish korxonasi 2021-yil 21-aprelda ish boshlagan. Korxonaga Turkiya, Italiya, Germaniya va Shveysariya davlatlarining zamonaviy ishlab chiqarish liniyalari o'rnatilgan. Korxonada umumiy 6 turda 108 ta o'lchamdagi mahsulotlar ishlab chiqariladi. 2022-yilning 28-dekabr kuni Toshkent viloyatining Qibray tumanida Akfa Groupning Yitong avtoklavlangan gazoblok ishlab chiqarish korxonasi ish boshlagan. Korxonada Germaniyaning yuqori sifatli avtoklavlangan gazoblok ishlab chiqarish liniyasi o'rnatilgan. Yitong shunchaki qurilish materiali emas, balki ekologik toza, energiya samarador va mustahkam. Zavodning ishlab chiqarish quvvati yiliga 450 ming metr kub yachekali avtoklavli betonni tashkil etadi. 2025-yil 24-dekabr kuni Nukusda Austin Technologies MChJ panel isitish radiatorlarini ishlab chiqarish korxonasining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Korxona to'liq quvvatda ishlasa, yiliga 640 ming kvadrat metr radiator mahsulotlarini ishlab chiqaradi. 2025-yilning noyabr oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining AQShga amaliy tashrifi doirasida AQSh va O'zbekiston o'rtasida imzolangan bitimga ko'ra, keyingi 10 yil ichida O'zbekiston AQShga 100 milliard dollar investitsiya qilishiga kelishib olingan edi. Ana shunday investitsiyalardan biri Akfa Groupning 600 million dollarlik katta loyihasi Akfa Aluminium Solutions zavodi hisoblanadi. Loyiha US Bank va CS tomonidan moliyalashtiriladi. Korxona alyuminiy mahsulotlari, avtomobillarga, quyosh panellariga va oynalarga ehtiyot qismlar ishlab chiqarishi rejalashtirilgan. 2026-yilning 7-may kuni AQShda Akfa Group yangi ishlab chiqarish majmuasining groundbreaking marosimi bo'lib o'tdi va Akfa Groupning Kentukkidagi faoliyatiga rasman start berildi. Ushbu loyiha Bowling Green shahri va atrof hudud aholisi uchun yangi ish imkoniyatlarini yaratadi. Akfa Groupning xalqaro aloqalariga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda kompaniyamiz mahsulotlari 35 ta davlatga eksport qilinmoqda va yangi bozorlarni o'rganish hamda aloqalarni kengaytirish ishlari izchil davom etmoqda. Akfa Group C&P Global xalqaro reyting kompaniyasi tomonidan barqaror prognozi bilan uzoq muddatli B+ hamda barqaror prognozi bilan qisqa muddatli B kredit reytinglarini olgan. Bu investorlar va kompaniyamiz bilan hamkorlik qilishni istaganlar uchun moliyaviy barqarorlik kafolatidir. Kompaniyamizning Engelberg brendi Brand Awards International 2026 xalqaro mukofoti sovrindori bo'ldi. O'zbekiston marketing assotsiatsiyasining baholashicha, Engelberg qulaylik, xavfsizlik va me'moriy ifodalilikka yuqori talablar qo'yiladigan obyektlar uchun yangi mahsulot yechimlarini taqdim etib, premium deraza tizimlari segmentidagi mavqeyini mustahkamlashda davom etmoqda. Akfa Group raqamlashtirish yo'nalishida izchil rivojlanmoqda. SAP, SAPTORO, WMS, MES, Jira va boshqa tizimlarning raqamli yechimlaridan faol foydalanmoqda. Bu ishlab chiqarish jarayonlari, ombor logistikasi, uskunalarga texnik xizmat ko'rsatish, vazifalar, arizalar va operatsion shaffoflikni boshqarishga yordam beradi.